yuk mashinani imtihon jarayonida eshikni ochib o'tiramiz. Eshikni yopamiz. Demak, biz sidinani to'g'rilab olamiz. Oldiga, orqaga qarab, o'zimizning gavdamizga qarab. Endi qiladigan ishimiz stepnyani bosgan holatda mashinani o't oldiramiz. Xo'sh. Xalosligini tekshiramiz. Rulimizning holatini ko'ramiz. Rulimizni o'zimizga qulay shaklda to'g'rilab olamiz. Kamarni taqamiz. Imtihon jarayonida pоворotniklar asosan 4 ta joyda kirish, chiqish va chorrahalarda yoqiladi. Birinchi pоворotnikimiz chap tomonga pоворot yoqamiz. Bunda birinchi skors kerak emas bizga. Ikkinchi skorsga olinadi. Qo'l tormozni tushiramiz va sekin yurib start chizig'idan o'tganimizdan keyin pоворotnikni o'chiramiz. Palasaga to'xtashda palasani yopamiz, to'xtaymiz. O'shanda biz roppa-rosa 1 metr masofada to'xtagan bo'lamiz. Endi bunda 3 sekund turganimizdan keyin istakadamizga kelamiz. Bunday ham palasani yopdik, to'xtadik. Mana qaraydigan bo'lsak, palasaga biz hali kelmadik. Bu joyda yopildi o'sha. Qarashimiz mumkin bemalol. Xo'p. Rushini ko'taramiz. Skorsda turadi. Tormozdan yoqib olganimizdan keyin gazni 2000 oborotga chiqaramiz. Mana shu holatda o'zini xodida juda ham yengil holatda chiqadi. Endi pavorot chap tomonga kelganligi uchun biz o'ng palasaga yaqinroq olamiz. O'ng palasaga yaqinroq olamiz. Bu holatda yelkamizni palasaga to'g'rilab olamiz va rulni aylantirishni boshlaymiz. Mana shu holatda biz yuradigan bo'lsak, palasa bosmaydi. Orqasi ham mana bu tomonda qarasak, bakoga qarasak, palasa ham ko'rinyapti. Ikkita palasani o'rtasida yuribmiz. Yana o'ngroq olamiz. Yelkamiz keldi va burilishni boshladik. Palasani ko'rishimiz mumkin. Bu yoqda ham palasani ko'rishimiz mumkin. Bosilmaydi. Har bitta pavorot qilganimizda biz yelkamizni keltirib burishimiz kerak. Mana bu joyda biz qarashimiz mumkin. Palasa bosilganga o'xshaydi, mana qaraganimizda, lekin biz qaraydigan bo'lsak, palasadan 1 metr, kamida yarim metr radiusda yurgan bo'lamiz. Endi o'ng tomonga burilishimiz uchun yana yelkamizni olib kelib olamiz va burilishni boshlaymiz. Mana shundoq buriladigan bo'lsak, palasani ko'rishimiz mumkin. Svetofor ishoralariga amal qilgan holatda to'xtaymiz. Har bitta burilishda biz pavorotnik yoqishga majbur emasmiz. Sababi asosiy pavorotniklar kirish va chiqishda svetoforlardan chorrahada qayrilgan vaqtimizda kerak bo'ladi. Tezligimiz 20 dan oshib ketishi mumkin emas. Mana shu holatda ilonizga kirgan vaqtimizda biz mana palasaga yaqin yuradigan bo'lsak, palasa bosmaydi. Bako oynadan qarashimiz mumkin, palasa bosmasligini. Mana shundoq. Mana shu holatda qaraydigan bo'lsak, palasa bosayotganga o'xshaydi mashinamiz. Lekin biz mana bunday qaraydigan bo'lsak, palasadan ancha uzoqda yurgan bo'ladi. Bu holatda ham mana palasa bosib ketganga o'xshaymiz, lekin biz qaraydigan bo'lsak, balon bizning orqamizda turganligi uchun mana palasa bosilmaydi. Bemalol qarashimiz mumkin. Svetofor chiroqlariga amal qilib to'xtaymiz. Qizil margat qilyapti. Yashil chirog'ida yuramiz. Endi
Yuk mashinalarining parkovkasi birinchi pоворot keladi. Chap polosaga yaqinroq olamiz. Bu holatda ham yelkamizni to'g'rilaymiz va yuramiz. Yaxshi. Mana polosani bosmaydi, qarashimiz mumkin. Bu holatda bakoy oynadan orqa bortimiz o'tishi bilan mana ozgincha o'tkazib, mana bakoyga qaraymiz. Burilishdan orqa bortimiz o'tishi kerak va zadnik olamiz. Zadnik olganimizda sikillab ovoz chiqaradi. Rulni aylantiramiz va ikkita bakoy bilan ishlaymiz. Polosani bosmaydi, ko'rishimiz mumkin. Bu holatda ikkita bakoy bilan ishlaymiz. Mashinamiz oldi to'g'ri bo'lganda bakoyga qarab tekis holatdan keyin rulni to'g'rilaymiz. Yuk mashinada rul 3 marta aylanadi. Mana shu holatda kelamiz va yana ikkinchi skorsga olib yelkamizni to'g'rilab chiqamiz. Bu holatda mana polosani bosib ketganga o'xshaymiz, lekin qaraydigan bo'lsak balonimiz hali polosadan buyoqda. Endi chiqishda chap tomonga yaqinroq yuramiz. Yelkamiz bilan olib burilamiz. Bu holatda ham polosa bosilganga o'xshaydi, lekin bakoyga yoki bu yoqqa qarasak polosamiz bosilmagan. Xo'p. Parkovkalarni bajardik. Qolgan yengil mashinalarning parkovkasi bo'ladi. Yelkamizni olib kelib buriladigan bo'lsak, bizda polosa bosishlar bo'lmaydi. Endi yana chaproqqa olib yelkamiz kengligida burilamiz. Polosa bosishga o'xshaydi, lekin biz polosa bosmaymiz. Chorrahada o'sha chapga burilishimiz kerak. Svetoforimiz ishorasi yashil yonishini kutamiz. Yashil yondi. Pоворot chapga yoqilgan. Mana shu ikkinchi marta pоворot yoqishimiz chorrahadan chapga burilgan vaqtimiz yoqilishi kerak. Qarashimiz mumkin, pavorotimiz yongan. Yana ozgincha o'ngroqqa olamiz va pavorot qilishni boshlaymiz. Qarashimiz mumkin, polosa bosilmaydi. Stop polosaga polosani yopadi, to'xtaymiz. 1 2 3 4 5 deymizda yurishni boshlaymiz. Xo'sh, tezlanish bo'lagiga kelyapmiz. Tezlanish bo'lagida ozgincha gaz beramiz. Ikkinchi skorsdan qarab mana 3-chi skorsga olamiz. Va mashinamiz yurishni boshlaydi yana. Steplerni bosib, tezlikni pasaytiramiz va 3-chi skorsdan yana 2-chi skorsga olamiz. Avariyli hududga yaqinlashyapmiz. Mana shu burilganimizdan istalgan joyda avariyli hudud, ya'ni mashinamiz ichida signal chaladi. Signal ovozini eshitishimiz bilan steplerni bosamiz, tormoz и srazu avariyankani bosib to'xtashimiz shart. Avariyankamiz yongandan keyin 1 2 3 4 5 deymizda avariyankani o'chirib keyin harakatni boshlashimiz kerak. Avariyankani mabodo o'chirmasdan yuradigan bo'lsak, bizga 10 ball minus qilinadi. Parallel parkovka yengil mashinaniki. Biz yuk mashinaga finishga chiqaverish tomonda chorrahadan o'ng tomonga endi burilyapmiz. 3-marta pavorotga yoqilishi chorrahadan o'ngga yurganimizda bo'ladi. Xo'p, svetoforimiz yashil, pavorotga o'ng tomonga yoqilgan. Bu holatda ham yelkamizni burchakka olib kelamiz va burilamiz. Chaproqqa olamiz.
yelka kengligida burilamiz. Yelkamizni olib kelib burilishimiz shart. Parallelniy parkovkaga kelyapmiz. Bu holatda burchakni bokovoydan topamiz. Zadniga olish uchun do konca o'zimizga va orqaga. Mashinada signal eshitiladi. Endi nima qilamiz? Bu holatda ichki burchakni bokovoydan topib olamiz. Mana. İchki burchakka kelyapmiz. Mana ichki burchakka keldik, ko'rindi. Rulni joyiga to'g'irlaymiz va bokovoyga qarab polosaga mo'ljallab polosa kengligini olib, polosaning ustiga to'g'ri chiqarib, mana polosaga to'g'ri tushdi. Endi yana ikkinchi skotga olamiz, chiqamiz. Oxirgi marta pavorot yoqishimiz finish chizig'iga kelishda o'ng tomonga pavorot yoqamiz va finish chizig'ini bosib o'tamiz. Shu bilan imtihonimiz yakunlanadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.